Dada, dada, ana osh qoshiqdan mehmonlar kelishibdi. Mo'hridan mehmonlarga qara. Bugun biz Mo'hridan osh markaziga keldik. Mo'hridan osh markazi. Hop, aka, hop. Rostdan ham kalta ishli bola ekanda. O'g'lingizni oling-a. Dada, klient keldi. Mo'hridan osh markazida oshni ikki xil turi, to'y oshi hamda achchiq osh bor ekan. Achchiq oshni ishtaha ochar bo'lib turishini qaranglar. Achchiq oshni achchig'i me'yorida, ishtahani yomon ham ochib qo'yyapti. Achchiq yomon ko'radigan odam ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Bunisi esa to'y oshi. Oshyamchi sayratib yorishibdi. Shuning uchun ham qo'l deyishga qaror qildim. Osh juda shirali, guruchlari dirkillab turibdi. Vodiyda bu sho'rva osh bilan rosa ketadi-yu. Buni nimaligini kommentga o'zingizlar yozib ketinglar. Mo'hridan osh markazida nafaqat osh, balki somsa bilan shashlik ham tayyorlashadi. Somsani 3 xili: go'sht, kartoshka va tovuqligi bor. Shashlikni esa qiyma, jaz va tovuqligi bor. Bizda shashlik ham bor. Sochni ekan o'rtoqlar, lekin shashliklari. Wow. Joylarini qaranglar. Juda ham chiroyli va shinam. Mehmon olib kelsanglar uyaltirmaydi. Tashqarida ham, ichkarida ham joylari bor. Mo'hridan osh markazi Yunusobod. Megaplanetdan Haytown Mallga qarab yurganda chap qo'lda arxitekturniy instituti yonida joylashgan. 10 dan 11 gacha ishlashadi. Bu videoni Mo'hridanning muxlislariga jo'natib qo'yinglar. Mo'hridanning oshiga ham aniq muxlis bo'lishadi.